payg'ambarimiz alayhissalom aytganlardek. O'zlari ham Rasulimiz alayhissalomning uylanganlarini Anas ibn Malik radhiyallohu anhu degan sahoba aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylanganlarida odamlarni to'yga chaqirib kelganman. Shunda 300 ta odam kelgan deydi. Juda katta to'y bo'lgan deydi shuni. Ana bundan keyin Rasulimiz alayhissalom teridan bo'lgan dasturxon yozishlikka buyurgan. Unga shu qotgan non bilan xurmo, zaytun yog' qo'yilgan, sariyog' qo'yilgan deydi. Mana shu Rasulimiz alayhissalomning to'ylari. Bizda ham to'ylar bunaqa dabdaba bo'lmagan. O'zimiz yaratdik buni hammasini. Hamma mushkulni o'zimiz yaratib, o'zimiz barpo qilib, endi aytyapmizki, qodir emasmiz, qiyinchilik bo'lyapti. Falon yurtda unaqa emas ekan, falon davlatda bunaqa emas ekan deb boshqalarni maqtab ham qo'yamiz. Aslida bizda unaqa bo'lmagan azizlar. Bu isroflar, bu bid'atlar, bu keyin bizdan paydo bo'ldi. Shuning uchun aslida oila qurish lozim bo'lganda oilani barpo qilishlik uchun kam xarjgina sarf bilan to'y o'tkaziladi. Lekin bugungi kunda biz shuncha gapirilsa ham yana kim o'zariga to'y qilishlik, yana dabdababozlik, mayli hamma aytar, har kim o'zini topgani, o'zi biladi, o'zini dunyosi. To'g'ri, lekin bu isrof, bu riyo. Musulmon odam har bir qilayotgan ishini orqasida yaxshiligini niyat qilib qilinadi. Shuning uchun sunnatga muvofiq chiroyli qilib oilani tanlab, ixtiyor qilib, ana bu oilani qurishlik kerak.